Polshada 6 oy yashadim va shu 6 oy ichida juda ham ko'p narsalarni tushundim, juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Musofirlikda talaba bo'lib yashab va o'sha tushungan, bilgan narsalarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. 7 ta muhim narsaga ajratdim, ya'ni o'rgangan narsalarimni eng muhim deb bilganlarimni 7 taga bo'ldim va mana shu videoda o'sha tushungan, o'rganganlarimni hammasini siz bilan bo'lishaman. Agar meni tanimaydigan bo'lsangiz, meni ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman. Mening universitetim University of Warsaw, ya'ni Varshava universiteti talabasiman. Bu universitet Polshada birinchi o'rinda turadigan universitet va Yevropada top 100 taliga kirgan universitet. O'zi Polshaga kelganimga 6 oy bo'ldi. Birinchi yilda 2-semestr o'qiyapman va aytganimdek juda ham ko'p narsalarni tushundim. Hozir birinchi tushungan narsamni aytaman. Birinchi tushungan narsam bu ota-onamizni qadriga yetamiz biza musofir bo'lsak. Ya'ni siz ertaga Polshaga yoki bilmadim boshqa chet elga musofir bo'ladigan bo'lsangiz, o'qishga yoki bilmadim ishga ketadigan bo'lsangiz, birinchi eng muhim bo'lgan tushunadigan narsangiz bo'ladi, u ota-onangizni qadriga yetishingiz. Chunki hozir O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ota-onangiz yoningizda yoki yaqinlaringiz, ukangiz, akangiz, singlingiz, opangiz yoki do'stlaringiz yoningizda bo'ladi. Musofirga chiqqan paytingiz asosan ota-onangizni qadri bilinadi, chunki chet elda musofirlikda sizni ovqatingiz tayyor emas yoki kiyimlaringiz yuvilgan, dazmollangan, top-toza turmaydi. Top-toza turadi. Ularni qilish uchun aytganimdek, siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak, vaqt kerak, energiya kerak. Chunki aytganimdek, O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, ovqatingiz tayyor, kiyimlaringiz taq. Ota-onangiz misol uxlayotgan paytingiz uyg'otadi yoki singlingiz yoki akangizda qanaqadir budilnik qo'ysangiz, budilnikka uyg'ona olmasangiz, uydagilaringizga yetib qo'yasiz. Uydagilaringiz uyg'otadi, oyingiz yoki adingiz uyg'otadi. Oyizni qilgan ovqatlari, cho'masmi, mana shunaqa narsalar juda ham kerak bo'ladi musofirlikda, chunki ota-onangiz yonida bo'la olmaysiz, ularni sog'inasiz. Birinchi tushungan narsalarim, birinchi haqiqat mana shu bo'ladi. Keyingi ikkinchi tushungan narsam, ikkinchi haqiqat bu mustaqil bo'lasiz. Chet elga chiqqaningizdan keyin musofirlikda siz mustaqil bo'lasiz. Siz o'zingiz qaror qabul qilasiz. Siz o'zingiz ovqatingizni pishirib yeysiz. O'zingiz misol uchun do'stlaringiz bo'lsa, universitetda ular bilan o'zingiz ko'rishasiz yoki ko'rishmaysiz. Qanaqadir klub yoki restoranlarga taklif qilsa, siz borasiz yoki bormaysiz. Misol uchun sizni hech kim ushlab turmaydi, chunki aytganimdek, siz mustaqilsiz. Siz xohlagan ishingizni qila olasiz. Sizni hech kim tergamaydi. Uyga kir ertalab cho'masmi? Misol uchun ertalabdan turib uyg'otmaydi aytganimdek. Kechki payt 12-11 xohlasangiz uyga kelmasangiz ham bo'ladi. Misol uchun aytyapman-da, bu yerda mustaqil bo'lasiz, lekin mustaqillikni siz o'zingiz qanaqa joylashtirishingizga bog'liq. Misol uchun kim ko'rmayapti deb bilganingizni qilib aytganimdek klubga borishingiz mumkin yoki boshqa vaqtingizni bema'ni, behuda narsalarga sarflashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'zingizga qanaqadir rutin qilib, bilmadim, shaxsiy rivojlanib narsa o'rganishingiz mumkin. Aytganimdek, mustaqil bo'lasiz. Bu mustaqillik bo'lganingizdan o'zingiz foydalanishingizni xohlardim men. Qanaqadir aytganimdek vaqtingizni bema'ni emas, balkim foyda beradigan narsalarga sarflashingizni. Chunki hech kim bezovta qilmayaptimi? O'zingiz bilan o'zingizmi? Bu ayni rivojlanadigan, o'sadigan va harakat qiladigan payt deb bilaman. Shuning uchun imkon boricha bu mustaqillikdan, erkinlikdan imkon boricha foydalanishga, yaxshi narsalarga vaqt ajratishga, sarflashga harakat qilaman va siz ham Polshaga deman, o'zim umuman chet el davlatiga yoki musofir bo'lganingizdan keyin mana shu narsani tushunishingizni va siz ham o'zingizni behuda narsalarga sarflamasligingizni maslahat beraman. Chunki aytganimdek, misol O'zbekistonda bo'lib turib ham noto'g'ri narsalarga sarflashingiz mumkin. Aytganimdek, bu yerga kelgandan keyin imkoniyatlar ko'p, har xil narsalarni ko'rasiz, dunyoqarashingiz ham o'zgaradi va aytganimdek, bu erkinlikdan, bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Keyingi uchinchi narsa bu mas'uliyatli bo'lasiz.
Ya'ni siz misol uchun oshxonada, misol uchun yotoqxonada yoki bilmadim o'zi kvartirada turadigan bo'lsangiz ham sizni ovqatingizni hech kim qilib bermaydi yoki ovqatingizni tagini kimdir o'chirib qo'ymaydi. Misol uchun men talabaman aytganimdek, talabalar yotoqxonasida turaman, ovqatimni o'zim qilishim kerak. Aytganimdek, necha marta ovqatlar tagiga olib ketdi. Aytganimdek, sizni anaqa mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizga olasiz. Что ovqatni kuyib ketmasligi kerak, universitetga kech qolmaslik kerak, ishga vaqtida borish kerak. Agar aytganimdek budilnikka o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, universitetga kech qolasiz. Keyin u universitetingizga o'qishingizga ta'sir qiladi. Ishga kech qolsangiz, kam oylik olasiz yoki ishdan gap eshitasiz va balkim ishdan ham haydalib ketishingiz mumkin. O'zi umuman mas'uliyatli bo'lasiz chet elga chiqqaningizdan keyin. Keyingi 4-chi narsa bu time management, ya'ni vaqtni boshqarish. Siz universitetga borishingiz kerak, ovqat pishirishingiz kerak, ishga chiqishingiz kerak, ya'ni pul topishingiz kerak, uxlashingiz kerak. Tushunasizmi? Agar siz content create qilsangiz, ya'ni video oladigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqqa menga o'xshab ijtimoiy tarmoqqa video olishingiz kerak. Kurs qiladigan bo'lsangiz, Polshaga kelish bo'yicha kurs qilishingiz kerak. Tushunasizmi? Agar Polshaga kelmoqchi bo'lsangiz, talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, kurs qilganman. Kanalimga allaqachon qo'yib olganman hamma kursni ko'rib, Polshaga talaba bo'lib kelish bo'yicha hammasini ko'rishingiz mumkin va Polshaga kelishingiz mumkin. Aytganimdek, time managementdan menda ozgina muammo bo'ldi. Hozirgacha ham bo'ladi. Xuddi 24 soat, 20 soatdek yoki 18 soatdek tuyuladi. Chunki aytganimdek, ko'p narsaga ulgura olmay qolaman. Time management qilishga harakat qilaman, chunki misol uchun ovqatni bir kunda, bir haftalikni bir kunda pishirib qo'yaman. Yoki bilmadim 3 kunlikni bittada pishirib qo'yaman. Zalda ham 1,5 soat trenovka qilmayman yoki 2 soat trenovka qilmayman deb 1 soat trenovka qilib qaytaman. Xullas shunaqa qilib ozgina kamaytirib, misol aytganimdek 8 soat uxlamayman, 6 soat yoki 7 soat uxlayman. Chunki boshqa narsalarga ham ulgurib qolish uchun. Xullas shu o'z yurtda bo'lganingizdan keyin, musofir bo'lganingizdan keyin time management ozgina qiyin bo'ladi. Agar O'zbekistonda o'zingizning yurtingizda bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz ham yurtimizda bo'ladigan bo'lsangiz, siz mani vaqtim yo'q deyishga haqqingiz yo'q, ishonavering. O'zbekistonda juda ham vaqt ko'p. O'z umuman e'tibor bergan bo'lsangiz, to'g'ri 24 soat hamma joyda, lekin urban arealarda, misol uchun Toshkent bilan misol Qashqadaryoda vaqt o'tishida men farq sezaman. Misol har doim qishloqqa borgan paytim, Qashqadaryoga borgan paytim vaqt juda ham sekin o'tadi. Qishloqdagilar bilmadim, o'sha Qashqadaryodagilar misol uchun hech qanaqa farqi yo'q. O'sha 24 soat, o'sha 24 soat Toshkentda ham, Qashqadaryoda ham. Lekin aytganimdek, qishloqqa borsam juda ham vaqt uzun bo'ladi. Kuningiz qanaqadir barakali uzun bo'ladi. Agar Toshkentda bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir tezroq o'tadi. Endi tasavvur qilavering. Men Varshavadaman, ya'ni Polshadaman. Varshava city, capital city, ya'ni poytaxti Varshava, urban area city, ya'ni bu vaqt juda ham tez o'tadi. Chunki bilmadim, menga shunaqa tuyuladi. O'zi agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, agar Toshkentda turadigan bo'lsangiz, viloyatlarga borgan paytingiz qanaqadir kuningiz barakali o'tadi, uzun bo'ladi. O'shaning uchun agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, bilmadim, viloyatda bo'lsangiz ham, Toshkentda bo'lsangiz ham umuman farqi yo'q. Siz vaqtim yo'q deyishingizga haqqingiz yo'q. Chunki hamma narsa paytida yoningizda, o'zingiz yurtingizdasiz. Tushunasizmi? Bozorlik qilib kelmaysiz, ovqat pishirish kerak, kir yuvish kerak. Va shu unaqa narsalarni o'ylamaysiz. Erkinsiz, komfort zonadasiz-da, to'g'risi. Chet elga chiqqandan keyin komfort zonadan chiqasiz va o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilasiz. Chunki hech kim sizga ovqat pishirib bermaydi, hech kim siz uchun o'zi umuman hayotda ham zalga chiqib trenovka qilmaydi. Siz uchun hech kim rivojlanmaydi, kitob o'qimaydi, mingizni rivojlantirmaydi. Xullas hammasi o'zi baribir o'zimizga kelib taqaladi. Hamma o'zini aravasini o'zi tortadi kunning oxirida. Shunaqa. Men o'zi ozgina qiynalgan narsam mana shu time management bo'ldi. Sekin-sekin time'ni manage qilishga harakat qilaman. Keyingi 5-narsa bu xatolardan o'rganish. Bu gap hozir oddiy tuyulishi mumkin. Oldin ham to'g'ri, bu o'zi umuman gapirayotgan gaplarimni siz bilasiz. Bilmadim 90-95 balkim 100% ni bilarsiz. Odam biz insonmiz, biza
o'rganishdan ko'ra ko'proq biza eslanib turishimiz kerak. Misol uchun sizga har bitta narsani yoki har xil narsani o'rgataverish kerak emas. Balkim siz bilan menga kimdir mana shunaqa deb eslatib turish kerak. Tushunasizmi? Har deb o'rganaversangiz ham bo'lmaydi. Biza o'zi umuman juda ham ko'p narsani bilamiz. O'rganishdan albatta to'xtamaslik kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, bizaga eslanib turishimiz kerak. Ya'ni bizaga kimdir bitta narsani eslatib turish kerak. O'shaning uchun bunaqa foydali videolarni ko'rib turishingiz kerak. Xullas, aytganimdek, xatolardan o'rganish. Misol uchun men Polshaga keldim, bir haftacha yashadim. Keyin уже integration bo'ldi universitetda. O'sha yerga ID karta, student ID'ni olishga bordim. Ikkinchi kuni universitetga bordim. Birinchi kun ID'imni olib keldim uyga. Keyin ikkinchi kun уже o'qish boshlandi, universitetga bordim va qaytayotganimda anaqaga tramvayga chipta olmadim. Chunki 2 kun bordim. Bir marta bordim, qaytdim birinchi kun va ikkinchi kun yana bordim. 3-round, ya'ni 3-marta borganimda уже yana so'ramadi, tekshiruvchilar chiqmadi. Agar 4-marta chiqqanimda уже ikkinchi kun bordim va qaytayotganimda 4-martasida уже tekshiruvchilar chiqdi. Men u paytda tiket olmagandim, ya'ni chipta olmagandim tramvay uchun. Keyin ular meni 170 zlotga 165mi 170 zlot atrofida menga fi qildi, jarima soldi. U o'zbek so'mida bo'ladi bilmadim. O'zbek so'mida emas, dollardagi deydi $60 atrofida bo'lsa kerak. Bu oddiy narsa tuyulishi mumkin. Mana shu xatodan realniy rostdan ham men o'rgandim. Talaba bo'lganim uchun даже agar tiket olganimda menga skidka bo'lardi 70% mi shunaqa. O'zbekiston so'mida xullas tiketda 4000 mi 5000 edi-da. Endi bitta o'zi yo'l uchun 5000 6000 rasxod qilamanmi deb tiket olmagandim, lekin mana shu 5000 6000 menga 10x bo'lib chiqdi-da. 10x qilib to'lashimga majbur bo'ldim. Aytganimdek, o'shandan beri har doim anaqaga transportlarga, public transportga tiket olib yuraman. O'zi aqlli odam o'z xatolaridan o'rganadi, dono odam boshqalarning xatolaridan o'rganadi. Chunki men bilan sizni xato qilib, xatolarimizdan o'rganishimizga unchalik ko'p vaqtimiz yetmaydi. Agar xatolarimizdan o'rganadigan bo'lsak, bilmadim, 20 yil, balkim 15 yil, bilmadim, 30 yil ketishi mumkin. Misol aytmoqchi emasman sizga xatolaringizdan o'rganmang deb. Конечно, xatolarimizdan o'rganishimiz kerak, lekin 10x o'tib ketish uchun boshqalardan yoki bilmadim, oldinroqda bo'lish uchun boshqalar qilayotgan xatoni ko'rib, o'sha xatolarni qilmaslikka harakat qilish. O'shaning uchun ham mana shunaqa educational, bilmadim, foydali self improvement, ya'ni shaxsiy rivojlanishga oid videolarni men o'zim qilgan xatolarim, meni o'zimning tajribalarimni sizlar bilan bo'lishaman. Shu o'zingizlar ham hayotingizda men qilgan xatolarni qilmasliginglar uchun. Tushunasizmi? Men sizni dono bo'lishingizni xohlayman. Xato qilish bu normal. Bu xato qilyapsizmi, demak o'rganyapsiz, rivojlanyapsiz. Agar xato qilmasangiz, конечно, o'rganmaysiz, rivojlanmaysiz. Chunki hech kim bu hayotda mukammal emas va o'zi go'zallik nomukammallikda. Mana shunaqa narsa, xato qilishdan ham qo'rqmaslik kerak, prosta faqat harakat qilish kerak. Keyingi narsa, 6-haqiqat, bu yoqmagan narsalarimizni ham qilishga majbur bo'lar ekanmiz. Misol uchun, men hozir aytganda universitet talabaman va yashashim uchun men ishlashim kerak. Ya'ni xarajatlarimni qoplash uchun men yashashim kerak, pul topishim kerak va hozir men vaqtinchalik anaqada ishlayapman, magazinda Bidronka, Ashan degan, tipa Korzinka va Havas degan katta bozor desa ham bo'ladi, yopiq bozor. O'sha magazinda ishlayman va men hozir ishlayotgan joyim misol uchun menga yoqmaydi. To'g'risini aytaman, men majburlikdan xarajatlarimni qoplash maqsadida pul topish uchun ishlayapman. Misol aytganimdek, yoqmaydigan ish qilyapman. Lekin mana shu yoqmaydigan ishni qilish orqali men umuman mentalniy and emotionally, ya'ni mentaliy va hissiyotli, emotsionalniy o'zimni realniy tushunib tayyorlanyapman bu anaqadan chiqib ketishga.
Chunki aytganimdek bu joyda ishlash menga yoqmaydi. Bu joydan boshqa yaxshiroq joyda ishlashga tushunyapsizmi? Agar misol uchun bitta joyda o'zi umuman bunaqa magazinda ishlash uzoq vaqt judayam xato. Chunki o'sish bo'lmaydi. Sizda pul topasiz, u qilasiz, bu qilasiz, rivojlanmaysiz, u narsani o'rganmaysiz. Agar yaxshiroq kompaniyada yoki yaxshiroq joyda ishlaydigan bo'lsangiz, rivojlanasiz. Mayli ko'p pul topmang, lekin rivojlanasiz, tushunyapsizmi? Keyinchalik o'zingizni, hayotingizga, kelajagingizga ta'sir qiladi, yaxshiroq joyda ishlasangiz. Misol uchun misol hozir 20 yoshman, уже 21 yoshga to'laman. Hozirgi kuchim meni 20 yildan keyin bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Va 20 yil davomida bitta ish qilib, bunaqa rivojlanmaydigan joyda ishlashni xohlayman. O'sha narsani tushunasiz. Yoqmaydigan ish qilish orqali rostdan ham yoqmayaptimi? Mayli, chidaysizda yaxshiroq joyga ishga kirishga harakat qilasiz va bu narsa ya'ni sizga yordam beradi rivojlanishingizga. Misol o'zi hayotda bosqich bo'ladi. Misol ingliz tili o'rganadigan vaqtingiz bo'ladi, universitetda o'qiydigan vaqtingiz, maktabdagi vaqtingizda bolalar bilan yoki bog'chaga borganingizda, bog'chadagi paytingiz. Xullas, o'zi vaqt bo'ladi. Mayli, mana shu joyda ishlab turasiz, lekin keyinchalik boshqa joyga o'tishingiz kerak. Chunki bilaman, juda ham ko'p bolani ko'rdim. Hozir Bidronka Ashanda ishlayotganimda 3 yillab, 4 yillab bitta joyda ishlashadi. Tushunasizmi? Ularning bu narsa qanchalik to'g'ri? Balkim bir xil insonlarga shunaqa joyda ishlab, shunaqa ish qilish yoqadi. Men aytganimdek, menga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Chunki aytganimdek, bundan 20 yildan keyin ham hozirdagi kuchim bo'lmaydi meni, hozirdagi energiyam bo'lmaydi. Уже jismoniy mehnat qilib emas, balkim aqliy mehnat qilib pul topsa bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak. Shunaqa. Keyingi 7-haqiqat bu eng muhimi. Sizga va menga hech kim yordam bermaydi va hammaga baribir. Chunki ko'rdim, o'zi bu narsani bilaman, hozir yetgan narsalarim hammasini bilaman va aytganimdek siz ham bilasiz. Bu narsani yana men sizga eslatib turishim kerak, menga kimdir eslatib turishi kerak. Hadeb biz o'rganishimiz kerak emas, aytganimdek biz eslanib turishimiz kerak, bizga eslatib turish kerak bitta narsani. Aytganimdek, sizga hech kim yordam bermaydi, menga hech kim yordam bermaydi. Hamma o'zini aravasini o'zi tortadi. Sizni akangiz ham, ota-onangiz ham kerak bo'lsa, ukangiz ham, opangiz ham, singlingiz ham, xullas hamma o'zi bilan o'zi va hammaga baribir. Misol uchun men bu yerda qancha qiyinchiliklar ko'rdim. To'g'ri, qarang. Ota-onangizga yoki akalaringizga yoki oila a'zolaringizga farqi bordir, lekin bunday o'ylab qolsangiz, ularga ham baribir. O'rtoqlaringiz o'ylashi mumkin, o'rtog'im qiynalyapti, mana shunaqa. Bunday o'ylab qarasangiz baribir. Misol siz qiynalyapsizmi? Menga baribir. Men qiynalyapmanmi? Bunday o'ylab qarasangiz sizga ham baribir. Qiziq emas. Men qanaqa qilyapman, qiynalyapman, nima bo'lyapti? Shuning uchun bunday o'ylab qarasangiz hammaga baribir. Chunki siz ham o'ylamaysiz. Men bugun misol Akbar degan bolani olaylik. Uxlashdan oldin Akbar qilgan ishlarini haqida o'ylayman yoki ertalab turishim bilan bo'ldi, men bugungi kunimni, fokusimni Akbarga qarataman, o'rtog'imga yoki ukamga o'sha haqida o'ylayman, rivojlanishini o'ylayman, o'sha Akbar uchun pul ishlayman, Akbar uchun trenirovka qilaman, Akbar uchun kitob o'qiyman, Akbar uchun zalga chiqaman. Aytganimdek, umuman hamma o'zi uchun o'zi harakat qiladi, hech kim siz uchun harakat qilmaydi. Siz o'zi umuman 24 ga 7 o'zingiz bilan o'zingizsiz va o'zi umuman shu paytgacha nima qilgan bo'lsangiz, to'g'ri, odamlardan, yon atrofdan sizga yordam kelgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham ko'p narsani o'zingiz qilgansiz. Sizga hech kim yordam bermagan. Misol uchun ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, yaxshi qomatga chiqqan bo'lsangiz, qomatida bo'ladigan bo'lsangiz, siz zalga chiqishingizga kimdir balkim pul bergandir yoki oilangiz yoki kimdir support qilgandir, zalga chiqib yaxshi qomatdadirsiz. Xo'p, zalga chiqishingizga support qildi, lekin trenirovka qilishingizga support qilmaydi-yu, to'g'rimi? O'zingiz trenirovka qilasiz. Yoki uydagilaringiz sizga bilim olishingizga, ingliz tili o'rganishingizga sizga pul beradi, moliyaviy tomonlama yordam qiladi. Bu yerda ham yana tanlov o'zingizniki bo'ladi. Yoki o'qiysiz, yoki o'sha bergan pulni bekorga
bekorga isrof qilib o'qimasdan vaqt ketkazib yurasiz. Agar siz ingliz tilini bilgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan harakat qilib o'qigansiz. Tushunasizmi? O'shaning uchun o'zi umuman hayotda hamma narsa tanlov, har daqiqa, har soat, har kunimizni, har haftamizni, har oyimizni, har yilimizni hammasi tanlov, demak bizani hayotimizni ham tanlov. O'shaning uchun nimani tanlayotganingizga ham e'tibor bering, что ertaga kelajakda afsuslanmasligingiz uchun. Chunki hayotda qaysi qismida bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz bir necha yillar oldin qilgan qaroringiz orqali hozirgi shu hayotdasiz. Agar siz boshqacha hayotni xohlayotgan bo'lsangiz, qarorni qaytadan qabul qilasiz va kelajakdagi o'sha o'z xohlaydigan hayotda bo'lasiz. Misol uchun men shu yerda Polshaga kelishimga men bir necha yillar oldin qilgan harakat qarorlarim orqali shu yerda men mana shu universitetda o'qishimga va mana shu bilmadim o'zimdagi mindset yoki bilmadim qaysi tomonlama bilimni rivojlantirishga. Chunki misol agar ingliz tilini o'rganimda misol 2 yil, 3 yil, 4 yil oldin men ingliz tilini bilmagan bo'lardim yoki yaxshi qomatda bo'lmagan bo'lardim agar men 5 yil oldin trenirovka qilishni boshlamaganimda. Tushunasizmi? O'zi umuman har bir kunning kelajagiga ta'siri bor. Kechagi kuningiz bugungi kuningizga ta'sir qildimi, demak bugungi kuningiz ham ertangi kuningizga ta'sir qiladi. O'zi kelajakda hayot qanaqa bo'lishi hozir nima qilayotganingizga ham bog'liq. Tushunasizmi? U hech kimni ayblolmaysiz. Sharoitim yo'q, pulim yo'q. Menda sharoit bo'lganmi, menda pul bo'lganmi? Agar men haqimda yaxshiroq bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, eski videolarimni ko'rsangiz bo'ladi. Zalga chiqishga misol menda pul bo'lmagan, men ko'chada trenirovka qilganman. Tushunasizmi? Hammasini YouTube kanalimda o'zi umuman ko'rsangiz bo'ladi. O'shaning uchun hech kimni ayblamang, hamma ayb o'zingizda, hamma ayb meni o'zimda. O'shaning uchun hamma ayb o'zingizda. Qanaqadir ota-onangizni ayblab, akalaringizni, ukalaringizni yo'q, hamma ayb o'zingizda. Qayerda bo'lishingizda hayotda qaysi qismida bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz bir necha yillar qilgan qaroringiz orqali siz hozir mana shu hayotdasiz, mana shu hayotingizning qismidasiz. Tasavvur qiling, agar siz ota-onangizni ayblayapsiz yoki bilmadim, do'stlaringizni ayblayapsiz, hozir hayotda o'zingizga yoqmaydigan hayotda yashayotganingizga. Tasavvur qiling, sizni kontrol qilayotgan inson kim? Sizni ota-onangiz kontrol qilyaptimi yoki do'stlaringiz? Sizdagi kuch qani? Misol uchun-da, siz nimaga sizni ota-onangiz sizni qaror qabul qilishingiz, harakat qilishingiz hammasi o'zingizda. Siz aytganimdek ota-onangizni yoki kimdir ayblamaysiz. Biz realni o'zi hamma narsa xatomi? Xato bo'lyaptimi, yoqmayaptimi? Hammasiga men bilan o'zingiz sababchisiz. Misol menga yoqmayaptimi nimadir, men sababchiman. Agar sizga nimadir yoqmayaptimi, unga o'zingiz sababchisiz. O'shaning uchun hech kimni ayblamang, har doim ayb o'zingizdan bo'lsin. Misol uchun tasavvur qilaylik, bitta bola sizga tosh otib qoldi. Bu yerda ayb kimda? Sizdanmi yoki u boladami? Misol uchun shu otgan tosh sizga tegdi-da. Ayb kimda bu yerda? U hozir u bolada deyishingiz mumkin, lekin ayb sizda. Misol uchun nimaga qochib qolmadingiz otgan payti? Misol o'zingizni himoya qilmadingiz. Bu bola balkim jinniroq bo'lishi mumkin, aqldan ozgan bo'lishi mumkin, qanaqadir miyasida muammo bo'lishi mumkin. Sizga qanaqadir hujum qilib qoldi, otib qoldi. Tushunasizmi? Bu yerda ham даже o'zingizga aniq qiling. O'zingizni ayblashingiz kerak. Faqat o'zingiz. Umuman bola qachon erkak bo'ladi? Qachonki unga hech kim yordam bermasligini tushunganda. Bu ingliz tilida wake up call deyiladi, ya'ni uyg'onish qo'ng'irog'i. Rostdan ham tushunsa, haqiqatdan ham hech kim yordam bermasligini tushunib yetsa, o'sha payti realni harakat qiladi. O'zi uchun, hayoti uchun o'zi harakat qiladi. Ishoning, men bilan sizga hech kim kelib yordam bermaydi. Hamma aravasini o'zi tortadi. O'shaning uchun harakat qiling. Agar mana shu videoni ko'rish orqali sizga wake up call kelgan bo'lsa, men xursandman. Chunki aytganimdek, bu wake up call hammaga ham kelavermaydi. Bir xillarga 40 yoshda keladi, bir xillarga 15 yoshda keladi. Tushunasizmi? Agar bilmadim, siz yoshi necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, wake up call kelgan bo'lsa, o'zingizni baxtliman deb his qiling. Chunki wake up call kelgandan keyin siz o'zingizni boshqacha his qilasiz. Chunki bilasiz, mas'uliyat, hamma narsa o'zingizning qo'lingizda, imkoniyatlardan foydalanish hammasi o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Siz kutmaysiz birovdan yordam qilishini. To'g'ri, misol
Mana shunaqa video orqali men kimdirlargadir foyda berishim mumkin yoki bilmadim sizga ota-onangizga kimdir yordam berishi mumkin. Lekin rostdan ham baribir sizga haqiqatdan hech kim yordam bermaydi. Aytganimdek 24/7 siz o'zingiz bilan o'zingizsiz, faqat siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'zingizga vaqt ajratishingiz kerak. Chunki bilaman, odamlar hozir o'ziga vaqt ajratmaydi, o'zi bilan o'zi gaplashmaydi. Balkim o'zingizga aytishingiz kerak bo'lgan gaplaringiz bordir. Tushunasizmi? O'shaning uchun haqiqatdan bu narsani tushungan bo'lsangiz, wake up call kelgan bo'lsa, men bu narsadan juda ham xursandman. O'zi har doimgidek YouTube'da videolarimni o'zimning gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi. Charchamang. Keyingi videolarda ko'rishgungacha. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va wake up call kelmagan do'stlaringiz yoki tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ying. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Charchamang.